Kelyapsizmi? Assalomu alaykum. Anangizlar hammasini olib keldingizmi? Yuring. Hindistonlik gepatolog, transplantolog Ashish Jor jamoasi tomonidan Farg'ona viloyati bo'ylab o'tkazilayotgan bepul konsultatsiyalarning bugun 3-kuni va aynan bugungi tibbiy ko'rik Uchko'prik tumanidagi markaziy poliklinikada boshlandi. Uzoq yillar davomida men gepatit B kasalligi bilan kasallanib, doimiy bu kasallik orqasidan davolanib kelganman. Har 6 oyda mahalliy shifoxonalarda yoki shifoxonalarda yotmagan paytimda har doim dorilar, tabletkalar, ukollar bilan o'zimni salomatligimni ushlab yurganman. Lekin yildan yilga salomatligim yomonlashgani sabab oxiri iloji bo'lmay qoldi. Bu kasallikda davosi yo'q deb tushunganman men. Shunda menga Samovarxon, Maftunaxon ismli ayollar uchradi. Bu paytda juda ham ahvolim og'ir edi. Hattoki hamma dokumentlar, hujjatlar tayyor bo'lgan taqdirda ham meni aeroport xodimlari o'tkazmadi. Siz hech qanaqa samolyotga ketishga yaroqli ahvolda emassiz. Yo'lda siz samolyotda joningiz uziladi deb. Shunda ham biz orqaga qaytmadik. Hindistonga borgandan keyin meni u yerda tekshiruvlardan o'tkazib, operatsiya qilishdi. Ukam donorim bo'ldi. Mana hozir Xudoga shukr 2 yil bo'ldi. 2024-yil 6-fevral kuni operatsiya jarayoni bo'lib o'tdi. Xudoga shukr hozir sog'lom odamlardek to'laqonli inson sifatida yuribman. Menda hech qanday muammolar yo'q. Spasiba. Rahmat. Doktor Ashish meni operatsiya qildilar. Xudoga shukr zo'rman. Allah Taala Xudoga shukr mana doktor Ashish sababchi bo'ldilar. Mana biz tuzalib ketdik. Xudoga shukr mana umuman yurolmasdan borganman. Mana hozir bu yerda xastada yuryapman. Necha yil? Shu kasalni necha yil? 4 yil olishdim. Oxir iloji bordim. Juda og'ir bordim. U operatsiya qilmayman deb turib oldi. Keyin akam iltimos qilib qildirdi. Nega qilmayman deb turib oldi? Og'ir deb. Holatim og'ir. Qilmayman deb iltimos qilib qildirdi. Xudoga shukr qilib chiqdim. Alloh taolo yana bir qaytib berdi Xudoga shukr. İstiham hamma yo'qim yaxshi. 4 yillikdan qancha muddatda turdi? 35 kunda. Donor to'jimu. Amakimga jigar berdim. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Sama Medical tomonidan Fortis klinikasi bilan hamkorlikdagi tekshiruv jarayonlarini mana bugun 3-kunini yakunlayapmiz. Biz bu ko'rikda yaqin 300 ga yaqin bemorlarni ko'rikdan o'tkazdik. Ularda aniqlangan boshlabki jigardagi muammolar, gepatit, jigar sirrozini dastlabki bosqichlarida doktor mana shu yerda lecheniya qilishni tavsiya qilishdi. Lekin perisadkaga muhtoj bo'lgan bemorlarni Hindistonga borishni va jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyalarini amalga oshirish kerakligini tavsiya berishdi. Bundan tashqari yana onkolog doktorimiz ham tashrif buyurishgan. Mana 3 kun davomida ular bilan ham bemorlar o'rtasida ko'riklar o'tkazildi. Mana shunday Sama Medical Turizm bilan Hindistondagi Fortis klinikasi hamkorligida o'tkazib borilayotgan bunday ko'riklar mana har 3 oyda davom etmoqda. Ma'lumot o'rnida aynan jigar xastaliklarini erta aniqlash va o'z vaqtida samarali davo muolajalarini qo'llash, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'tkazgan bemorlarni doimiy nazoratdan o'tkazgan holda ular salomatligini muhofaza qilish maqsadida Sama Medical Turizm mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan belgilangan muddatda muntazam tashkillanayotgan ayni bepul konsultatsiya endilikda yana 3 oy muddatdan so'ng davom ettiriladi.